Hürmetli vatandaş, leksiyemiz devamlaştırımız bugün çizlağa. 2021 yılı 12. ayının 10. günü. Endiki mavzumunda vatandaş. Irık yoqutuşdan ziyan keştikiga uçturğanlarını hatırlaş günü de. Devlet İşlakatı Antony Blinken bayanat ilan kılıp, hemkarlaşıp adaletki izlenişine çağırak kıldı. Mavzulu haber 12. ayının 10. günü Amerika avazından Xitay tili programımız ilan kılın. Haber bundak başladı. Perşembe günü yani 12. ayının 9. günü halkara ırık yoqutuşdan ziyan keştikiga uçturğanlarını hatırlaş günü. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Ishlar Antony Blinken bu kunda bayonot e'lon qilib, har qaysi ellar xalqlari va hukumatlarini kollektiv tirishchanlik ko'rsatib, irq yo'qotish zo'ravonligining oldini olish va uningga taqobil turib, ziyonkashlikka uchrag'uvchilarga adolat talab qilishga chaqiriq qildi. Devlet İşlakatı Antony Blinken bayanatının to'liq teksti döndükçe ırık yo'qotishni cheklash to'g'risida bir turlik chaqiriq. 12. ayının 9. günü ırık yo'qotishdan ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning qadr-qimmatini qo'g'dash va bu jinoyatdan saqlanishning xotira kunidir. Bu kun bizni dünyada helimi mavjud bo'lib turayotgan g'aljirona yovuzlikni o'ylashimizga bu jinoyatni cheklash uchun qo'limizdan kelishicha qayta va'da berishimizga fursat beradigan kundir. Dünyanın her qaysi joylaridagi oq ko'ngil kishilarning irq yo'qotish va boshqa vahshiyona zo'ravonlikdan ziyonkashlikka uchrag'uvchilarni esda tutish mas'uliyati bor. Va ular uchun qayg'urib, ularning qadr-qimmatini qaytadan shariylash va bu zo'ravonlik jinoyatlarini surish qilish mas'uliyati bor. Irq yo'qotish jinoyatining ziyonkashlikka uchrag'uvchilar son va miqdori masalasi emas. Balki ular onalardir. Balki ular dadalardir. Qizlarimiz va bolalardir. Oila va mahalla-ko'y a'zolari yurtdoshlardir. Do'stlarimiz va balki qarindoshlardir. Qisqasi odamlardir. Biz mushular uchun yana barliq vahshiyona zo'ravonlikning va kishini cho'chitadigan jinoyatlarning ta'siriga uchragan ziyonkashlikka uchrag'uvchilar uchun va hayot yashayotganlar uchun oila a'zolari va urug' tuqqanlar uchun yuragimiz mo'jiludir. Biz bugün bu hatırlash kunida biz ishlatishga bo'ladigan barliq vositalarni ishlatib, kollektiv tirishchanlik ko'rsatib, irq yo'qotish va boshqa har qanday zo'ravonlikning oldini olishga va uningga taqobil turishga va'da beramiz. Biz sada qaytiramiz. Barliq soyqırımni inkar qilg'ichi va burmilg'ichilar qarshi turamiz. Hamda har xil shakllik irq yo'qotishni inkor qilg'ichilarga qarshi turamiz. Biz sada qaytiramiz.
qonun va adliyada qalaymiqanchilik paydo qilib, qo'shnilarning o'rtaq insonparvarligini inkor qiladigan va irqiy qirg'inchilikning ziyonkashlikka uchrag'uvchilarning azob uqubatlaridan foydalanuvchi kishilarga qarshi turib, adolatga izlanamiz. Yuqorida vatandoshlar Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi yoki Davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning 12-oyning 9-kuni xalqaro irq yo'qotishning ziyonkashligiga uchrag'uvchilarni xotirlash kunida so'zlagan nutqi ko'rib oldingiz, hurmatli vatandosh. Bütün mazmun bo'yicha tarixni aslash va bugungi irq yo'qotishning ziyonkashligiga uchrag'uvchilarga berayotgan madad ve ularga bergan va'da.